Chiqindilarni faqat maxsus belgilangan joylarga tashlash kerakligini barchamiz bilamiz. Eng yomoni, ko'plab fuqarolar o'z xonadonlarida hosil bo'layotgan maishiy chiqindilarni avtotransport vositalari yordamida belgilanmagan joylarga chiqarib tashlamoqda. Agar mana shu holat yana davom qilaversa, shahrimiz ko'chalari, balki tumanimiz yo'l atroflari ham tez orada chiqindilar bilan to'lsa ajab emas. Ammo bu avtomobil yo'llaridan yurar ekansiz belgilanmagan joylar, yo'l bo'ylari va zaxkashlarga maishiy va qurilish chiqindilarini tashlab ketishganiga guvoh bo'lasiz. Bu holat nafaqat xunuk ko'rinishi bilan ta'bingizni xira qiladi, balki atrof muhitga ham katta zarar keltiradi. Aslida bu zaxkash va zovurlar yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va dehqonlarimizning mo'l hosil olishi uchun xizmat qiladi. Siz ko'rib turgandek, axlat tashlash uchun emas. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, oddiygina polietilen paketlarini tashlash qushlar uchun katta zarar keltiradi. Har yili polietilen paketini yeb qo'yish yoki paketga tiqilib bo'g'ilib o'lish natijasida 100 mingdan ortiq qush nobud bo'ladi. Qog'ozdan tayyorlanmagan salfetka suvida 3 oyda, gugurt cho'plari 6 oyda to'liq eriydi. Tamaki qoldig'i esa 5 yilgacha suzib yuradi. Polietilen paket suvni 10-12 yil davomida ifloslantiradi. Naylon buyumlar 35 yildan keyin yo'q bo'ladi. Temir banka butunlay yo'q bo'lishi uchun 500 yil kerak. Shisha butilka to'liq erishi uchun esa 1000 yil zarur bo'ladi. Siz ko'rib turgan ushbu zaxkash va zovurlar yerning meliorativ holatini yaxshilashga va shu orqali yerdan mo'l hosil olishga zamin yaratadi. Afsuski, ahvol shu tarzda davom qilsa, bu zaxkash va zovurlar tez kunlarda turli xil chiqindilar bilan to'lib ketsa ajab emas. Achinarli tomoni shundaki, hademay bahor kelib kunlar isigandan keyin atrofdagi chiqindilar natijasida qo'lansa hidlar paydo bo'ladi. Bu esa inson salomatligiga jiddiy xavf soladi. Chunki chiqindilar bevosita ozon qatlamiga salbiy ta'sir etadi. Ma'lumki, ozon qatlamining yemirilishi odamlarda saraton kasalligini keltirib chiqaradi. Axlatxonaga tashlangan bunday chiqindilar yer usti va yer osti suvlarini zaharlaydi. Inson salomatligiga xavf soladi. Agar mana shu zaxkash va zovurlarga chiqindilar yana qayta tashlanaversa, ular yaqin orada o'z vazifasini bajara olmasligi mumkin. Chiqindilar bilan kurashish har birimizning vazifamiz. Kelajak avlod uchun chiqindilarga to'la emas, balki toza, yam-yashil kelajakni barpo etish o'z qo'limizda.